Abdulloh ibn Muborak ustozimizni maqsad siz odamlar bilan yurmanglar, maqsadsiz odamlarga yaqinlashmanglar degan. Ya'ni u bilan ishlamanglar ham degan. Demak biz klubda birlashyapmizmi? Demak biz hammamiz maqsadli odamlar bo'lishimiz kerak. Ya'ni hammamiz maqsadimiz bo'lishi kerak. Agar maqsadimiz bo'lmasa, men o'ylaymanki, tongda uyg'otib hammani tongda sovuqda tashqari chiqyapsizmi, u o'z maqsad borligini bildiradi. Kunimizni qiyinlashtiryapmizmi, rozi bo'lyapmizmi, demak bizning maqsadimiz bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Muborak klubimizni a'zolari va bu klubimizni kuzatuvchilari, hurmatli do'stlar. Men ismim Qandaxorov Kamoliddin, Qashqadaryo Shahrisabz shahridanman. Asosiy o'sha ishimiz maishiy texnika sohasi. 8 yillik, 10 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassis bizlar. Hozirgi kunda maishiy texnika sotamiz. Maishiy texnika do'konlarimiz bor. Onlayn va offlayn do'konlarimiz bor. Shularni yurg'izamiz. Men ismim Temur, familiyam Karimov. Xo'p, Murodali Farim tekstilda rahbar bo'lib ishlayman. Hozir 120 tadan oshiq xodim ishlatamiz. Ishlab chiqarish bizda. Xo'sh, ishlab chiqarishimizda netkanli polotno, keyin vafelli polotno ishlab chiqaramiz. Asosan Qozog'iston, Rossiya, SNG davlatlariga eksport qilamiz. Men Temir Fasliddin, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan. Hozirgi kunda Toshkent shahriga faoliyat olib boraman. Ulgurji savdo bo'yicha, chakana savdo bo'yicha ikkita yo'nalishda bor bizning biznes. Ulgurji va optim. Bittasida maishiy servis deb sotsak, ikkinchi do'konimizda oziq-ovqat va noziq-ovqat. Shu ikkita yo'nalishda faoliyat olib boramiz. Men Temir Ramziddin, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida tug'ilganman. Hozirgi kunda Toshkent shahrida faoliyat olib boraman. Savdo bo'yicha savdo do'konlarimiz bor. Ulgurji savdo, chakana savdo do'konlarimiz bor. Xo'p, Muborak klubdan qanday foydalar oldingiz? Muborak klubda olgan insightlarimizni qanaqa? Birinchisidan boshlaganda ertalab tongda turish. Tongda turgandagi kayfiyatni hech kim bera olmaydi. Oilaviy muhitda ham hammamizga ta'sir qildi. Ertalab turish yaxshi ekan, ertalab turganda zo'r bo'lar ekan, odam kayfiyati ko'tarilar ekan degan emosiyani olganmiz. Ayolimda ham xuddi shunaqa, erta turganda zo'r. O'zi erta turamiz odatda, lekin gohida ko'p mana ishni bemalolroq soat 9 da bo'lganligi sababli, bemalolroq vaqtimiz bo'lganligi uchun bomdoddan keyin birpas dam olgan paytimiz bo'lgan. O'sha uchun hozir o'shani o'qilashni o'rniga kitob o'qishni qo'yganmiz. Mashalloh. Juda ham har tomonlama bilimimizga, ongimizga, ruhiyatimizga ta'sir qiladi. Sababi o'sha ertalab zikr bilan boshlagan kunimiz xayrli. Har tomonlama Alloh tomonidan ham Alloh barakalar kelishi boshlandi. O'sha o'zimga his qildim, oilamga his qildim. O'sha kitob o'qish jarayonini farzandimga, ayolimga yuqqanini bildim. Misol uchun ularda ham o'sha bemalol nimadir bitta kitobni olib, "Dada, men bunaqa edimi?" deb savollar berish boshlandi. Ayolim ham o'zi kitob olib, o'zi bemalol bo'sh vaqtda kitob o'qib, "Dadasi, men bunaqa ekanmi?" degan savollar bo'ldi. Undan oldin ham bo'lganda, ora-chirada hozir tez takrorlanib turibdi shu narsalar. O'sha xursandman, o'sha kayfiyat zo'r. Chunki o'sha bir qadam bo'lsa ham erta turaman, erta yaxshi fikrlayman, yaxshi kun zo'r. A'zo bo'lganimizdan beri Muborak klubdan birinchi o'rinda foydamiz. Cho'ntakka ancha foyda bo'ldi. Kola ichmay qo'ydik, fanta ichmay qo'ydik. Shunaqa zararli ichimliklar ichmayapmiz hozir. Zo'r. Faqat bizga suv. Keyin yana xo'sh, ertalabdan turib, ertalabki rizqni, barakani ko'chada peshkom yurib sport bilan shug'ullanyapmiz. Maşallah. Endi yana xudo xolasa bir 3 oy 4 oyda o'z mana bu yerlar ham ketib qoladi. Ancha. Asosan biznesda
o'sha tez natija to'rga qatnashib olgan bilimlarimiz tez mana esdan chiqib ketish ehtimoli ko'proq edida. Kun davomida har kuni yana biznesga qaytamizda, bo'lmasam o'sha savdo bilan sho'ng'ib ketib, savdo bilan aralashib olgan bilimlarimiz ham sekin-sekin o'z chiqishni boshlagan edi. Klub ochilib yana boshlangandan keyin yana sekin o'zi qaytib o'sha o'tgan narsalarimiz yana qaytalab esga kelib, hop bilimlar yana ham qaytdi. Asosan shartlari. Tongga yurish. Oldin yurardi, endi kimdir tepaga yo'qligi uchun anaqa majburlamagan uchun xohlasa chiqib, xohlamasa chiqmay mana shunaqa bo'lardi. Hozir chiqishga majbur bizada. Kimdir nima qilib turadi? Kimdir nazorati bor. Zo'r, mana shu joyi juda ham sog'liqqa ancha foydasi bor, o'sha fikrlashga foydasi bor ekan ancha. Rejalar, kunlik rejalarni tuzishni boshladik. Vaqtimizni o'sha aniq soatlarga belgilab, shu mana shu vaqtga ishga boraman, mana shu vaqtga kim bilandir uchrashaman, soat belgilab reja bilan ish qilishni boshladik. Bu ham bitta plyus olib keldi bizga. Keyin eng zo'r tomoni ehson. Kunlik ehson qilish ham zo'r. Keyin asosiysi kitob o'qish. Oilaviy ham menga qarab muhitda oilaviy bolalarim ham o'shanga o'z mendan ko'rib o'sha kitob o'qishni har kun kitob gruppa qilib qo'yganmiz. O'qiydi, menga tashlaydi. Mashaalloh. Mana shuncha shu kitobni mana shuncha betda mana shuncha joyga o'qidim. Kak biza tashlaymiz-ku gruppaga. Xuddi shunaqa. Oilaviyga ham oilada ham challenge ketyapti. Challenge boshlandi. Mashaalloh. Zo'r natijalar yaxshi, hozircha hammasi zo'r. Bu klubga qo'shilishni boshqalarga tadbirkorlarga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Agar hozir ko'chada bir joyga shunday chiqsak, kamida 200-300 ming pul ketadi hozir kundada. Bu klubda qiymati baland aslida. Agar tushungan, aqli raso, o'zini hurmat qilgan inson bo'lsa, imkoniyati bo'lsa qo'shilishi kerak. Chunki inson aqlini charxlaydi, fikrlaydi, insightlar oladi, qayerdadir xatolari bo'lsa, o'sha xatolarni tuzatadi deb o'ylayman. Chunki baribir inson xatodan xoli emas. Xatodan xoli emasmiz. Biz ham xatodan xoli emasmiz. O'sha uchun to'g'ri fikrlash, to'g'ri tanlov qilish, ish jarayonida to'g'ri reja tuzish, ishchilarni yaxshi boshqarish, ishchilar bilan yaxshi muomalada bo'lish, bu ishning koeffitsiyentini oshiradi. Ishlash koeffitsiyentini, o'z ruhiyati zo'r, jamoada bo'lsangiz, jamoa ruhiyati zo'r, kirib kelgan odamga ruhiyat berib turibsiz. Tushkunlikda hamma kimnidir siqilishda narsa olmoqchi bo'lib kelsam, maishiy texnika olmoqchi bo'lib, uni kissasidagi pulim maishiy texnika yetmasligi mumkindir. Qaysidirga yetishib, qaysiga yetmaydi, lekin bu yoqda kelib kayfiyat zo'r bo'lib turib, jamoani ko'rib, massa qilib, jamoat unga kayfiyat berib, shunaqa qilsa joy keladi. O'sha biz ham qanchadir suyaveramiz, yo bo'lmasa o'sha inson agar bugun pul yetmasa, ertaga balki olib ketadi, jamoadan xursand. O, zo'r, ashqi, malades, sizlardan shunaqada o'sha anoni ko'rmaganman, o'sha jamoani ko'rmaganman, hamma xursand, o'sha muomala zo'r degan narsani eshitganmiz. Tavsiya qilib ham kelyapman hozirgi kungacha boshqa nimalarga. Masallan. Muborak klubiga boshqa tadbirkorlarga ham tavsiya qilyapmiz. Endi tadbirkorlar o'zimda shu tanish bilishlarim tadbirkorlar emas. Endi xudo xolasa uchrab qolsa tadbirkorlarga ham aytaveramiz. Qolgan tadbirkorlarga ham tavsiya qilamiz. Qancha guruhda shu tadbirkorlar ko'paysa, bilimimiz oshadi bizada ham. Ularda ham bilimi qancha bir-birimiz bilan muloqotlar, yana foydali maslahatlar, juda ham foydali maslahatlar ko'pda bu Muborak klubda. Kunlik o'zingiz tashlab beradigan darsliklar ancha hayoti tartibga solsa bo'ladi bu bilan. Bashta bir 80-85% bo'ladi. Maşallah. Xudo xolasa 100 ga chiqaramiz tartibga solishni hayotimizni. Xudo xolasa.
Muborak klubiga bitta so'z bilan ta'riflash kerak bo'lsa, siz qaysi so'zni aytgan bo'lardingiz? Hayot va biznesda haqiqiy ustoz, haqiqiy bilim ulashuvchi desam kam bo'lmaydi. 10 ball degan bo'lardi. 10 ball degan. Ta'rif yo'q-da, men uchun ta'rif juda zo'r. Misol qanaqa desam, zo'r desam, hamma ishlatadigan so'z, ajoyib desam, bu ham hamma ishlatadigan, g'ayrioddiy so'z bo'ladigan bo'lsa, eng to'g'ri yo'l. Dunyo qarashni qanaqadir o'zgartirishda. Menda shunaqa hozirgi kunda qana tartibga solish deydimi, rejalar, hamma anaqalarni rejalarni tartibga solish. Intizomli Ha, intizomli. Xo'p, tajribalar bor, yig'ilib kelgan shu paytgacha maslahatlar bor, ya'ni tajribalar bu bepulga olinmaydi, bilasiz. Sarflangan umr, sarflangan katta pul, yo'qotilgan sog'liq, oiladan uzoq vaqt yurishlar, asablar. Sizda shunaqa tajribalar borki, uni boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'lardingiz. Ya'ni siz shunaqa qonuniy tajribalar deydi-ku. Shunaqa 3 ta maslahat bersangiz, qolganlar ham bu maslahatga amal qilsa, kamroq xato qilishadi. Eng yaxshi tajriba yolg'on gapirmaslik birinchi o'rinda. Yolg'on umuman biznesda ham, hayotda ham yolg'on ishlatilmasa, hammasi juda chiroyli ketadi. Ikkinchi o'rinda shu o'zingiz aytganingizdek yozib yurish. Yozib yurish. Nimagaki? Bu miyani sahranit qilishga emas, yangi ilm paydo qilishga ishlatish. Uchinchi maslahatimiz bo'sh qoldimi, tafakkur qilish. O'ylab nimaga bunaqa bo'lyapti? Men o'zi nimaga keldim, nima qildim degan narsani juda ko'p ishlatish kerak. Juda ko'p o'ylash kerak. O'zi men bu dunyoga nimaga keldim, nima uchun men hech narsadan foydalanmayapti. Men qanday odam bo'lib yetishim kerak edi deb ko'p o'ylash kerak. Tafakkur. Shu 3 ta maslahatni beramiz yoshlarga ham, yangi o'sib kelayotgan tadbirkorlarga ham. Endi yoshlarga birinchi o'ringa bilim olish, til o'rganish, keyin asosiysi ustoz tanlash. Ustoz tanlamasdan ish boshlash xato bo'ladi. Chunki yo'qotish ko'proq bo'ladi ustoz tanlamasa. Ustoz tanlab, ustozdan maslahat olib ish boshlasa yaxshi bo'ladi. Misol uchun 5 yilga erishadigan narsasini ustoz bilan kerak bo'lsa 1 yilga ham aniq erishish mumkin bo'ladi, ustoz olsa. Ikkinchisi shu. Uchinchisi, agar biznes qilib, asosan biz o'zimiz savdoga ishlaganimiz uchun halollik birinchi o'rinda. Halollik bo'lsa, uzoqqa ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Agar shu halol bo'lmasa, tez sinish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Birinchi maslahatim, hamma umumiy maslahat erta turishda odat qilish. Oila, misol uchun oila ustuni erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, hamma oila a'zoga erta turishni tavsiya qilaman. Sababi erta turgandan keyin insonda miya uyg'onadi-da. Uyg'ondan keyin fikrlash boshlanadi. Bu degani hamma yoshlarimizga erta turishni tavsiya qilaman. Bir. Ikkinchi tavsiyam uzoq yillik o'sha o'zimda bo'lgan holatdan kelib chiqib, o'sha hozir takrorlash bo'lganligi uchun o'sha erta turardik. Ikkinchi tavsiyam kitob o'qish. Kitob o'qishni tavsiya qilaman. To'g'ri, bizda o'sha klubda bu narsalar ko'rsatilgan, lekin o'sha narsa yuzida o'zi, insonning yuzi. Nimaga desangiz, o'sha ishlarni qilgan inson albatta bir kun u insondan yomon inson chiqmaydi. Kelajak uchun umid qiladi, yo nimadir bo'ladi. Kimgadir o'sha kimgadir nima deydi anaqa, tobe bo'lib qolmaydi. Harakat qiladiki, inson fikrlagandan keyin, kitob o'qigandan keyin, tajriba almashgandan keyin u harakat izniga tushadi. O'sha uchun birinchisi erta uyg'onish, ikkinchisi kitob o'qish, uchinchisi yaxshi ustoz tanlash. Yaxshi ustoz tanlash sababi inson har bir sohada, misol oddiy detalniy soha bo'ladimi, kichkina sohami, katta sohadami ustoz bilan bosilgan qadam 7 yil oldinga yuriladi.
yoshlarga Ha, yoshlarga. yoshlarga birinchi o'rinda o'qish kerak. Birinchi o'rinda o'qish. Bolalar til o'rganish kerak. Tilni o'rgansa, o'qib, til o'rgansa kam bo'lmaydi. Ikkinchisi nima kasb tanlasa ham o'sha kasbini ustasi bo'lish kerak. Birinchisi oldi bo'lish kerak. Tajribali bo'lish kerak. Uchinchisi sog'lik bo'lsa hamma narsa topiladi. Sog' salomat. Muborak klubi jamoasiga va a'zolariga tilaklaringiz. Muborak klubi jamoasiga rahmat, hammasi shuncha bizlarni hurmat qilib, shu yerlarga olib kelib, mana juda ham xursand bo'ldik. Hamma narsa yetarli bo'ldi. Masalan, birinchi kundan, hali birinchi uchrashuvdan kerak bo'lsa, zavtriklarga hamma narsa juda ham zo'r o'ylangan. A'zolarimizga hammasini ishlariga omad. Xudo xolisa maqsadlariga, kelajakdagi orzulariga erishsin. Hammaga sabrli bo'lib, faqat vaqt talab qilib omad tilaymiz-da, boshqa nima ham deymiz biz. Hammani ishlariga omad. Rahmat kattakon. Kelajakka tilaklarim bundanda ko'paysin. Mana shu qatnashuvchilar bizga qancha tadbirkorlar ko'proq kelsa, networking ko'proq bo'lsa, do'stlar orttiramiz. Hamma o'zimizga kerakli narsani ko'proq olamiz qolganlardan ham. Sizlarda ham misol uchun yana saflaring kengayaversa, shu tilaklar shu. Ishlaringga omad yog'iga. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga ham shunchalik tashkil qilib. Zo'r, haqiqatdan bu hamma uchun manfaatli klub bo'ldi. Shu boshlanishidan beri biz qatnashib boshladik. Xudo xolasa mana 1 oy bo'libdi bugun. Haqiqatdan zo'r. Yordamchilarga ham, xudo yana ham safimiz kengayib, tadbirkorlar yana ham qo'shilib ko'paysa, fikr almashishlar ko'p bo'ladi. Yana ham hamma narsani o'tkazib, xudo xolasa omad ishlarga. Xo'p, rahmat kattakon. Avvalambor Muborak klubini tuzgan o'sha ustozimiz Shernik Almatovga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Kelajakdagi ishlariga Alloh bardavom qilsin. Ilm tarqatishda charchamay Alloh o'zi barakot bersin. Nasib bo'lsa, bizning farzandlarimiz ham mana shu ustozimiz bo'ladilar degan paytda ustoz ilm berishda to'xtamasinlar. Muborak klub a'zolarini, jamoasiga hamma o'zimni va oilam nomidan rahmat aytaman. Bu klub kelajagi bor klub, sababi hamma insonni shaxsiyatini o'stiradigan, ruhiyatiga ta'sir qiladigan, vatanga vatan hissini uyg'otadigan, oilada oilani erkaklik g'ururligini uyg'otadigan zo'r klub deb bilaman. Chunki klubda insoniyligi haqida ko'p va insonni o'zini ko'chada, yo'lda, bozorda tutish haqida umumiy tushunchalar beriladi. Shuning uchun yaxshi deb bilaman men. Ustozlarga rahmat aytib qolaman, jamoaga ham rahmat aytaman. Mana yuqorida Muborak klubimizning a'zolarini fikrlarini eshitdilaringiz. Mana har birlari chin qalbdan fikrlarini aytishdilar. Klub haqida olayotgan foydalari, klub haqida insaytlari va xulosalarni aytishdilar. Nima ham derdik? Biz bu klubimizni boshlaganimizga hali 29 kun bo'ldi. Klubimizning ochilganiga 29 kun bo'lganda va bu video olinyapti va biz bu klubimizning a'zolari bilan har oyda bir marta offline uchrashuvimiz bor va undan ko'p bo'lishi mumkin, lekin kamida bir marta offline uchrashuv bor va yanvar oyidagi birinchi offline uchrashuvimizni bugun tashkil qildik
va dachada bursga tadbirkorlar bilan dam oldik, ilm oldik, tajribalar ulashdik, tajribalar almashdik va bir-birimiz bilan yanada yaqinroq tanishib oldik, xudo xolasa. Bunaqa klublar ko'payaversin. Agar bu klubimizga qo'shilmoqchilar bo'lsa, aloqa qilsanglar, inshaalloh safimizga albatta sizlarni qo'shib olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Muborak klubida ko'rishguncha. Rahmat.